Assalomu alaykum YouTube ahli. Sog'misizlar, omonmisizlar? Mana bugun yana bir ish jarayonlaridan ko'rsataylik dedim. Bahor qishlar bular. Mana hozir kamerani bu yoqqa qarataman. Hammaga salom. Xo'sh, mana nasib bo'lsa bahorga chiqdik. Xo'sh. Ana endi buni yuzini hosil ko'tarishimiz kerak, lekin ko'tarishimizdan oldin ana shu ustaki 3 cm joyini umuman yeb bilmaydi. Ya'ni 2 ko'ksak ham yeb bilmaydi. Mana buni tagi qap-qora ana. Buyog'imiz bo'lib bo'lgan mana, ko'ryapsizlar mana. Buyog'imiz bo'lib bo'lgan. Ana shu 2-3 cm ning joyi yeb bilmay o'tiradi. Shuning uchun buni mana buni qilib og'darib ketyapmiz ana. Chorshoqa bilan shuni yo'qlab, shuni chappa qilib bersak, yana bir 10-15 kun vaqt o'tadi. 10-15 kun vaqtda tagiga tushib, bular nam bo'ladi-da, shuni ham pokiza qilib yeydi. Mana bu yo'llarni ana og'darib kelamiz hammasini. Xo'sh. Ana endi buni ana og'darish jarayonlari yaqinroqda ko'rsatsak. Avvalini qiynalsang o'zim og'daraman buni. Bu yo'g'ini og'darasini berma. Sen ko'rinamgan chuvalchanglar. Chuvalchanglar ham juda ham ko'pda, o'sha tuxuma kirib boshladi bular. Voy voy, ana bellarni ko'rsatsak. Oho, ana. Mana chuvalchanglar. Ular qarang. Bay, o'sha katta bo'ldi, mana ana. Tuxumini ko'ryapsizmi? Ana o'sha tuxuma kirdi. Bular. Voy. Qurtlar qara. Bay. Hammasi qorli, katta. Ana endi bahor kelib yana boshlandi. Hamma qurtlar yuqoriga ko'tarilib yeb boshladi. Endi nasib bo'lsa buni mana hozir og'darib chappa qilib beryapti bahor kishimizdan. Yana bir 10-15 kundan keyin shu chappa qilganimizni yeb bo'ladi, o'zi yuppagina qolgan. Shu bilan hosilimizni ko'tarsak bo'ladi. Mana yamamizda ham mana qurigan xoka nurlar olib keldik. Xoka nurlardan. Xo'sh. Endi bu yerdagilar ham sveji. Ana shu qatordagilar ham sveji mana. Chetga hamsalar keltirib tashlab o'tiribdi, bu sveji bo'tqa. Buni umuman berish iloji yo'q. Chuvalchang o'ldiradi hammasini. Ana xoka nurlar ham bunday bo'lish kerak ana. Mana zakasni kelgan bu yoqqa qarang ana. Mana shunaqa xoka nur, quruq juda quruq. Ana endi shuni men hozir yamaga bosib tekislab turib 3 marta yaxshi suvini tortib sug'oramiz. Sug'organdan keyin bir iloj bo'lsa bir 10 kun kutamiz. Kakras ular ham og'darganimiz yeb bo'lgancha bu yaraktirdakilar. Bular ham 10 kun ichida bu yama ayrim odamlar xoka nurini deydi, shundoq keltiramiz deydi. Chuvalchanga beraveramiz, yeyapti deydi. Yo'q, unaqa emas. Bu juda qurtlar uchun nomardlikda, bu qurtlar nisbatan dushmanlik. Ana shuni yamaga bosib, buni yama abzatilni kerak. Ya'ni shu yamaga bosib bir 3 marta sug'orasiz. Bu qayta muloyim bo'ladi. Birinchidan keyin siydik sho'rlar yerga singib ketadi. Keyin eng asosiy bu yamada bu qizib sovish jarayoni bo'ladi shu 10 kun ichida, bir hafta 10 kun ichida. Qizib sovish jarayoni. Qizib sovib yaxtakina bo'lgandan keyin chuvalchanga bersangiz, chuvalchanglar umuman qiynalmasdan maza qilib yeydi. Agar lekin siz yuvmasin, shuni faraz qiling, yuvmadingiz, shuni xoka nurini ketib ustiga bosdingiz. Ustiga suv beryapsiz, siydik, achchiq, sho'r, qizish jarayoni o'tib, chuvalchanglar juda qiynaladi. Chunki bu narsalar hammasi tajribamizdan o'tgan. Ko'rganmiz, ko'zimiz oldida qanaqa azob ko'rishini. Xo'sh, hammalaringizga ishlaringizga omad ana. Savdolaringiz zo'r bo'lsin, klientlaringiz ko'p bo'lsin. Ana biz endi ozgina buyog'imiz qoldi, yetkaza olmayapman. Endi kech qolyapman. Agar balli yetkaza olmasam, shogirdlardan olib kelishga to'g'ri keladi. Chunki klientlarni yo'qotsak ham bo'lmaydi. Bu jiyanimiz bu yo'qni malades, rahmat shu yo'g'a. Xo'p, mayli, sog' bo'lsa, hamma ishlariga omad. Sog' bo'ling. Mana bu yerda bor begimiz shu, ozgina begimiz qoldi.
bir 2 tonnalar borda. Bu menga bir hafta yetmaydi olib ketishami deyman. Kech qoldik, juda kech qoldik begimiz. Mayli sog' bo'linglar. Bizlar ham bir like bosib qo'yinglar. Ko'p odamlar ko'rib manfaatdor bo'lsin, o'rgansin bilmaganlarni. Podpisatsiya qilib qo'yinglar. Qo'ygan videolarimiz, tajribalari qo'yib boramiz o'zlaringiz uchun yaxshi. Mayli sog' omon bo'linglar.